Assalomu alaykum. Video darslarimiz davom etadi. Navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Navbatdagi video darsimizda sizlar bilan birgalikda uchta geometriyasi, uchburchakda burchak va tomon bog'liqligi mavzusi birinchi bo'lim 16-testni yechimlarini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi bo'lim 16-test, birinchi misoli. Demak, bizani birinchi misolimizda nimalar berilgan? ABC uchburchakda AY, BY bisektrisalar AB bilan DF bir-biriga parallel ekan, mana bu joyi parallel ekan. AD 9 sm, BF 10 sm. Yuqoridagi berilganlarga ko'ra, CDF uchburchakning perimetrining eng kichik butun qiymati nimaga teng ekanligini topishimiz kerak. Eng kichik. Xo'p, buning uchun menga birinchi kerak bo'ladigan narsa nima? Bisektrisalar. Xo'p, mana bu ikkalasi parallel ekan va bular alfa alfa. Mana bu esa beta beta bo'ladigan bo'lsa, diqqat qilinglar. Mana bu yerdagi burchak yana qaytadan beta bo'ladi, chunki bu yerda ichki almashinuvchi burchak. Mana bu burchak bilan bu burchak ichki almashinuvchi burchak. Mana bu burchak ham alfa bo'ladi, chunki mana bu bilan ichki almashinuvchi burchak. U holda bu joy yana 9 ga teng bo'ladi, mana bu esa 10 ga teng bo'lar ekan. DC deganimiz A tomon, FC deganimiz esa B tomon bo'lar ekan. Xo'p, uchburchak tengsizligidan A plus B deganimiz har doim katta bo'lishi kerak, 19 dan. 19 dan kichik bo'lishi mumkin emas. Endi mana shu perimetrni topadigan bo'lsam, perimetr teng bo'ladi A qo'shilgan B qo'shilgan nima? 19. Endi diqqat qilinglar, mana shuni har ikkala tomoniga 19 ni qo'shib yuboradigan bo'lsam, A plus B plus 19 katta bo'ladi 38 dan. Ya'ni perimetrimiz 38 dan katta ekan. Perimetr 38 dan katta bo'ladigan va bizada eng kichik butun qiymati nimaga teng ekanligini so'rayapti. 38 dan katta bo'lsin va eng kichik perimetr bo'lsin. Bu faqatgina nima bo'ladi? 39 bo'ladi. Javobimiz demak perimetr 39. Birinchidan 38 dan katta bo'lgan, ikkinchidan eng kichik butun son. Ikkinchi savolimizda ABC biror bir uchburchak, mana shu shartlar o'rli bo'lsa, yuqoridagi berilganlarga ko'ra Y x ning eng katta butun qiymatini toping degan savol bo'lmoqda. Birinchi qiladigan ishim nima? Birinchi qiladigan ishim mana shu uchburchakda o'rta chiziq o'tkazishim kerak, chunki AD bilan DC ikkalasi teng kesmalarga ajratganini ko'ryapman. Men demak o'rta chiziq o'tkazsam, bu yerda misolimiz soniyalar ichida chiqib qoladi. Demak, YS deganimiz 11, BY deganimiz 1, jami 12 bo'ladi. Demak, u 6 dan bo'linishi kerak mana shu K nuqtada. BK deganimiz 6, KS deganimiz yana 6 bo'lishi kerak. Mana shu tushuntira oldim. Endi bu tomoni teng. Endi bu aniq aytilgan. Bu ikkalasi parallel. Yana nima bor? Parallel bo'ladigan bo'lsa va u DK deganimiz o'rta chiziq bo'lsa, 8 ning yarmiga teng bo'ladi. Demak, mana bu qismi 4 ga teng ekan. Uni ham yozib qo'yaman. Xo'p, bundan tashqari menda x ni topishim kerak ekan. X ning eng katta qiymatini topishim kerak. X o'zi bu yerda 1 dan nimagacha bo'ladi? 9 gacha bo'ladi. Eng katta qiymati bilan, butun qiymati bilan x imiz 8 bo'lar ekan. Ikkinchi savolimizning javobi B javob bo'lyapti. Keyingisi 3-savol. 3-savolimizda xo'p, mana bu joy 70 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu joy 40 gradus bo'ladi. Xo'p, unda 70, mana bu 40 bo'lsa, mana bu joy yana 70 bo'ladi. Bu yerda teng yonli uchburchak, BC ham teng yonli va yana mana bu ham teng yonli bo'lar ekan. Bizdan nimani so'ragan o'zi? Yuqoridagi deylik uchburchak, ya'ni yuqoridagi berilgan chizmadan quyidagilardan qaysi biri xato ekanligini topishimiz kerak ekan. Quyidagilardan qaysi biri xatoligini topishga harakat qilaylik. Xo'p, qaysi biri xato bo'ladi? AB bilan BC teng. Diqqat qilinglar, AB bilan BC teng. Yo'q, bu to'g'ri ekan. Xato emas. Bu to'g'ri. Xo'p, AD AC ga teng. AD AC ga teng. Bu ham to'g'ri. DC AD dan katta. DC AD dan katta. DC ni qarshisida 40 gradus turibdi. AD ni qarshisida 70 gradus turibdi. Demak, xuddiki 70 gradus 40 gradusdan, uzr.
40 gradus 70 gradusdan katta deganday bo'lyapti. Bu esa albatta xato. Demak, javobimiz C bo'ladi. Javob C. Keyingisi 4-savol. Xo'p, 4-savolimiz ham anchagina yengil savollardan bittasi. D bilan C ni shunday tutashtirib yuborsak, bizda nima hosil bo'ladi? ABC biror bir uchburchak yuqoridagi berilganlarga ko'ra x ni nimaga teng ekanligini topishimiz kerak ekan. Xo'p, bu joyi yana 7 bo'ladi. Endi x imizning qiymati nimadan nimagacha? 9 gacha bo'ladi 5 dan. 5 dan 9 gacha, mana buni chiroyli qilib yozay. 5 dan 9 gacha bo'ladi va eng katta butun qiymati x teng 8 bo'lar ekan. X teng 8 bu eng katta butun qiymati bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 5-chi. 5-chi savolimizda O nuqta ABC uchburchakning tashqi chizilgan aylana markazi bo'lsa, AB 4 sm, AC 7 sm bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi berilgan ma'lumotlarga ko'ra BC teng X ning olishi mumkin bo'lgan nechta farqli butun qiymati bor degan savol bo'lmoqda. Endi tashqi chizilgan aylana markazi ichkarida-ku. U qachon ichkarida bo'lar edi? Demak, esingizga solaman. To'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzada bo'lardi. Tashqi chizilgan aylana markazi. O'tmas burchakli uchburchakda tashqarida bo'lardi. O'tkir burchakli uchburchakda esa tashqi chizilgan aylana markazi ichkarida bo'lar edi. O'shandan foydalangan holatda biz bu masalani yechimini qilsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda e'tibor qilinglar. Mana burchaklarni alfa desam, gamma desam, beta desam, mana shu alfa ham, beta ham, gamma ham hammasi 90 gradusdan kichkina bo'ladi. Ya'ni o'tkir burchakli uchburchak. O'tkir burchakli uchburchak. Mana shuni tushunib olishimiz kerak. Birinchi tushunishimiz kerak bo'lgan, teoriyaviy tushunishimiz kerak bo'lgan narsa bu. Endi bu yog'i o'sha qoida bo'yicha ketadi. Alfa burchagimiz 90 dan kichik bo'lsa, x kvadratimiz kichik bo'lishi kerak. 7 ni kvadrati plus 4 ni kvadratidan. Va mana bu yerda 7, e'tibor qilinglar. 7 ni kvadrati kichik bo'lishi kerak. X kvadrat plus 4 ni kvadratidan. Ya'ni bundan nima hosil bo'lar ekan? 7 ni kvadrati minus 4 ni kvadratidan x kvadratimiz katta bo'lishi kerak ekan. Buni hisoblasak 49 ayrilgan 16, demak bu 33 bo'ladi. 33 dan x kvadratimiz katta va nimadan 49 ga 16 ni qo'shsam 65 bo'ladimi? 65 dan kichkina. Ya'ni x ning olishi mumkin bo'lgan nechta farqli qiymati bor? X teng, hop, 6 ni ola oladi. X teng 7 ni ola oladi. X teng 8 ni ola oladi. Demak, 3 ta farqli qiymati bor. Javobimiz E javob bo'ladi. 6-misol. Mana bu yerdagi burchagimiz, masalan, alfa bo'ladigan bo'lsa, diqqat qilinglar, mana bu yeri gamma, mana bu yeri teta bo'ladigan bo'lsa, men avval ham aytganman, alfa burchagimiz o'sha 90 gamma va teta uchalasini yig'indisiga teng. Demak, alfamiz 90 gradusdan katta ekanligini to'g'ridan-to'g'ri aytib ketsam bo'ladi. D nuqtasi ABC uchburchakning ichki sohasidagi ixtiyoriy bir nuqtasi bo'lsa, mana men tarjimani chiroyli qilib sizlarga aytib beryapman. Ya'ni turkchani men bilan birgalikda bemalol o'rganib olsanglar bo'ladi ustozlar. Ya'ni D nuqtasi ABC uchburchakning ichki sohasidan olingan ixtiyoriy bir nuqtasi bo'lsa, bo'lganiga qaraganda, mana shu joyni to'g'rilab tarjima qilib ketaylik. Bo'lganiga ko'ra yoki bo'lmasam bo'lganiga qaraganda deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Bo'lganiga ko'ra BC teng x ning olishi mumkin bo'lgan eng kichik, mana bu eng kichik degani eng kichik. Tam sayyi degani eng kichik butun qiymati nimaga teng? Okey. Endi buni topishimiz uchun alfamiz 90 dan katta-ku. Alfamiz 90 dan katta bo'lsa x kvadrat katta bo'lishi kerak. Eng kichik butun qiymatini topishim kerak. 5 ni kvadrati plus 6 ni kvadrati. Bunda x kvadrat katta bo'lishi kerak. 5 ni kvadrati 25
plus 36. X kvadrat katta 51dan. X ning eng kichik butun qiymati demak nima bo'lar ekan? 7 bo'lsa bo'lmaydi, 8 bo'lar ekan. Javobimiz E javob bo'lyapti. Ketdik keyingisi. 7-savol. ABC uchburchakda BD, CD bisektrisalar BD 10 cm, DC 6 cm yuqoridagi berilganlarga ko'ra BAC burchagimiz 60 gradusdan katta bo'lganiga qaraganda BC ning, ya'ni X ning olishi mumkin bo'lgan butun qiymati quyidagilardan qaysi biri bo'la oladi degan savol bo'lmoqda. Xo'p, buni topishga harakat qilamiz. Birinchi qiladigan ishimiz nima? Mana bu joyi alfa, beta bo'lsin. Mana bu esa teta bo'lsin. Endi diqqat qilinglar, agar o'sha tetani 60 gradus deb tursam, 2 alfa plus 2 beta plus teta teng bo'ladi 180 ku. Endi tetani o'rniga 60 ni qo'yib tursam, alfa plus betamiz 180 ayrilgan teta bo'ladi. Teta bo'ladi. Ya'ni alfa plus beta deganimiz, diqqat qilinglar, 180 minus teta dedimmi? 2 ga bo'lmabman-ku. 90 minus teta taqsim 2 bo'ladi. Endi diqqat qilinglar, alfa plus betamiz mana bu teta taqsim 2 deganimiz 60 dan katta bo'lgani uchun 60 yoki 60 dan katta. 60 dan katta. 60 yoki demay, 60 dan katta bo'lgani uchun bu yerda 90 dan 30 dan katta bir sonni ayiradigan bo'lsam, bu yerda alfa plus betamiz 90 dan kichkina bo'lar ekan. 90 dan debman. 60 dan kichkina bo'lar ekan. Alfa plus betamiz 60 dan kichkina. Chunki mana bu 30 dan katta bo'lgan bir son. Teta taqsim 2 deganimiz 30 dan katta bir son. Bundan kelib chiqadi. Unda alfa plus betamiz 60 dan kichik bir son. Unda mana bu yerini gamma deb oladigan bo'lsam, gammamiz 120 dan katta bir son. Chunki mana bu alfa, beta, gamma uchalasini yig'indisi 180 bo'lishi kerak-ku. Demak, gammamiz 120 dan katta bir son bo'ladi. Endi diqqat qilinglar. X ni topmoqchiman. Gammani o'rniga, endi 120 dan katta-ku, gammani o'rniga shu minimum 120 ni qo'yib tursam ham, vaqtincha qo'yib turyapman. Aslida uni keyinchalik o'zgartiraman. Burchak qanchalik kattalashsa, x'imiz ham shunchalik kattalashadi. Demak, 120 ni qo'ygan vaqtimda x ni minimum qiymati 120 ni qo'ygan vaqtimda nimagadir teng bo'ladi. Nimadir a son, nimadir b songa teng bo'ladi. Men nima qilaman? O'sha x ni chiqqan a sondan katta deb olaman. O'shanda bizni teoriyamiz bo'yicha to'g'ri ketadi. Xo'p, mana shu joy 120 bo'ladigan bo'lsa, tasavvur qilinglar, men qiladigan ishim nima? Buni davom ettiraman. Bunday davom ettirish shart emas, shu yergacha kelsa ham bo'ladi. C dan bitta tushiraman. Mana bu joy perpendikulyar bo'ladi. Mana bu 60 gradus bo'ladi. Mana bu joy 30 gradus bo'ladi. Demak, mana bu joy 3 bo'ladi. Mana bu joy 3 ildizli 3 bo'ladi. E'tibor qiling. X kvadrat teng 13 ning kvadrati qo'shilgan 27, ya'ni 3 ildizli 3 ning kvadrati demoqchiman. X kvadrat teng 14 ning kvadrati bo'ladi, 196 bo'lib. X teng 14 bo'lar ekan. Diqqat qilinglar, x teng 14 bo'lyapti. Ya'ni deganda bizni o'sha burchagimiz, e'tibor qilinglar, burchagimiz 120 gradus bo'lgan holatda x'imiz 14 chiqyapti. Men yuqorida ham aytdim, aslida burchagimiz, gamma burchagimiz 120 gradusga teng emas. 120 ga teng bo'lgan vaqtida x'imiz 14 chiqsa, gamma burchagimiz 120 ga teng emas, 120 dan katta bo'lgani uchun x'imiz nima bo'ladi? 14 dan katta bo'ladi. 14 dan katta va eng kichik butun qiymati javobimiz 15 ekan. Qolgan hech biri bo'la olmaydi. Menimcha tushuntira oldim bu misolni. Endi keyingisi. Xo'p. Keyingi misolimiz 8. ABC biror bir uchburchak,
A bu 4 cm, A'si 6 cm, 90 grad A burchagimiz 90 graddan 120 grad orasigacha bo'lgani uchun B'sining, ya'ni X ning olishi mumkin bo'lgan butun qiymatlari quyidagilardan qaysi biri deyapti. Xo'p. A burchagimiz 90. E'tibor qilinglar. Agarda men A burchagini 90 deydigan bo'lsam, X'imiz nima bo'lardi? E'tibor qiling. 90 dan katta-ku. Mana bu A burchagimiz 90 dan katta, 120 dan kichkina. 120 bo'lgan paytida mana bu yerga yozaman, 90 bo'lgan paytida mana bu yerga yozaman. Tushuntira oldimmi? 90 bo'lgan paytda nima bo'ladi? 90 bo'lgan paytida X'imiz teng bo'ladi, ustozlar. X'imiz teng bo'ladi 90 bo'lgan paytida. Xo'p, ildiz ostida 4 ning kvadrati plus 36, ya'ni 6 ning kvadrati deb qo'y, 6 ning kvadrati bo'ladi. Ya'ni bundan ham ildiz ostida 16 qo'shilgan 32, 52 bo'lar ekan. Demak, ildiz ostida 52 dan katta bo'ladi. Okey, bu joy tushunarli bo'ldi. Endi 90 bo'lmasin, 120 bo'lsin. 120 bo'lgan holatini mana bu joyga yozaman. 120 bo'ladigan bo'lsa, endi men yana tashqariga chiqaraman buni. Chunki men kosinuslar teoremasini hali o'tmadim-ku, lekin nimani o'tdim? Deylik, to'g'ri burchakli uchburchaklarni endi ko'pchilik biladi. O'shaning uchun shundan foydalanib ketmoqchiman, to'g'rirog'i. Xo'p, mana buni chiqarish shart emas ekan, mana bunday ko'rinishda. Endi mana bu joyi 90 gradus bo'lsin. Bu yog'i 60 gradus. Mana bu joy 30 gradus. Endi 6, 90 ning qarshisida 6 bo'lsa, 30 ning qarshisida 3 bo'ladi. Mana bu joy demak 3 ildizli 3 bo'ladi. Mana bu joy 7, mana bu 3 ildizli 3. Unda X'imiz teng bo'ladi ildiz ostida 7 ning kvadrati 49. Unga yana qo'shaman. 3 ildizli 3 ning kvadrati 27. Qo'shadigan bo'lsam, ildiz ostida 60, demak 76 bo'ladi. X'imiz 76. Ildiz ostida 76 dan kichkina. Xo'p, X ning olishi mumkin bo'lgan butun qiymatlari quyidagilardan qaysi biri deyapti? Butun qiymati quyidagilardan qaysi biri? Ildiz ostida 52 dan 76 gacha nima bor? 7 ning kvadrati yo'q, 8 ning kvadrati bor, 9 ning kvadrati oshib ketadi. Javobimiz 8 ekan. 8-savolning javobi 8. 9-savol. Xo'p, diqqat qilinglar 9-savolga. BAD burchagimiz DAC burchakdan katta deb bekordan bekor aytmagan. Mana bu yerdagi burchak bilan bu yerdagi burchak haqida gaplashamiz, qaranglar. Bu yerdagi burchak alfa bo'lsa, bu yerdagi burchak beta bo'lsa, alfa burchagimiz katta deyapti beta burchakdan. Tushuntira oldimmi? Bu qachon shunaqa bo'ladi? Bu qachon shunaqa bo'ladi? Qachonki, mana e'tibor qilinglar. Agarda biron bir tengorli uchburchakni chizsam, masalan, x'imiz 13 ta bo'laydi. X'imiz 13 ta bo'ladigan bo'lsa, tengorli uchburchak deydigan bo'lsam, mana bu tushgan mediani ham balandlik bo'ladi, ham bisektrisa bo'ladi. Ya'ni alfa teng beta bo'lib qolardi. Bizlarning shartimizda aniq aytyapti. Alfa teng beta emas deyapti. Alfamiz betadan katta deyapti. Demak, yon bosyapti. Bu tomonga yon bosyapti. Ya'ni 90 gradusli burchagimiz aslida 90 gradusli burchagimiz aslida bu yoqda qolib ketdi. Mana e'tibor qilinglar. Alfamiz katta-ku, o'shaning uchun bu yoqda qolib ketdi. Mana 90 ustiga tushib qolganini qaranglar. 90 gradusli burchagimiz mana. 90 gradusli burchagimiz mana bu yoqda qolib ketdi. Bu 90 gradus. 90. Bu demak nima bo'lyapti? 90 gradusdan og'ishganroq bir burchak bo'lyapti. Mana bu yerdagi burchak ustozlar. Mana bu yerdagi burchak gamma deydigan bo'lsa, o'sha gammamiz bu tomonga tushyapti. 90 gradus bu yoqqa qolib ketadi. Xo'p. Bu yog'idagi burchak o'tkir burchak bo'ladi. Gammamiz 90 dan kichkina. Gammani yozib qo'y. Gammamiz 90 dan kichkina. Ya'ni yon tomonga qarab og'ishyapti. Tobora bu yoqqa qarab og'ishib boraversa, bu kichayib boraveradi. O'shani hisobga olgan holatda gammamiz 90 dan kichkina ekanligini bilsak bo'ladi. Gammamiz 90 ga teng bo'ladi qachon? Mana bu hashni ustiga tushganda. Endi gammamiz 90 dan kichkina ekan, unda buni bu yog'idagi teta burchak desak, tetamiz 90 dan katta bo'lishga majbur bo'ladi-da. Unda
mana bu joydagi x'imiz nima bo'ladi? Teta burchagimiz 90 dan katta bo'ladigan bo'lsa, x burchagimiz mana shu 13 dan katta bo'lishi kerak. Tushuntira oldimmi ustozlar? Ya'ni bu yerda uchburchaklarga e'tibor qaratgan paytimizda, e'tibor qiling. Uchburchaklarga e'tibor qaratgan paytimizda x burchagimiz kattaroq burchakni qarshisida turibdi. O'shaning uchun bu yoqda x'imiz 13 dan katta bo'lishi shart va zarur. Menimcha tushuntira oldim. Chunki bu yoqda nima bo'lyapti? Mana buni h deydigan bo'lsam, agar AHS masalan bu yerda AH AD ni ustiga tushganda edi, x 13 ga teng bo'lardi. AH demak, AH emas, AD deganimiz yon tomonga, ya'ni AC tomonga yaqinlashgani uchun bizda x'imiz 13 dan katta bo'lishga majbur bo'lar ekan. Menimcha tushuntira oldim. Bu yerdagi mediana bo'lgani uchun. Xo'p, bu masala tushunarli bo'lgan bo'lsa, xo'p. Bu masalamizning javobi 13 dan katta va eng kichik butun son. 13 dan katta eng kichik butun son 14 da javob bo'lar ekan. Xo'p, buni yana bitta isboti bor, lekin endi sizlarga ma'qul keladimi, kelmaydimi? Aniq bilmayman. Hali uni juda o'tmadik ustoz. Burchaklar bo'yicha qilganingiz yaxshi desanglar, burchaklar bo'yicha qilganim bu. Agar yo'q, burchaklar bo'yicha emas, boshqacharoq isboti kerak bo'ladigan bo'lsa, u ham burchakdan kelib chiqadi-yu, lekin yuzani ham qo'shishimga to'g'ri keladi. Mana masalan tasavvur qilinglar. Mana bu o'tmas burchak, teta burchagimiz, o'tmas burchak. O'tmas burchakdan tushgan balandlik h1 bo'lsa, endi bu yoqqa tushgan balandlik esa masalan bu yerda nima bo'lsin? h2 bo'lsin. h2 bo'lsin. Endi h2 ko'paytirilgan demak 13 h2 aslida h1 dan nima? Uzunroq. h2 h1 dan uzunroq. Lekin h1 bilan mana e'tibor qilinglar, h2 h1 dan uzun. Lekin h2 bilan h13 ni h2 bilan 13 ni ko'paytirib 2 ga bo'lganim h1 bilan x ni ko'paytirib 2 ga bo'lganimga teng bo'lishi kerak. Nima uchun bunaqa bo'lishi kerak degan savol ham tug'ilib qoladi-da, endi uchburchakda yuzaga ketib qolsam. Nima uchun bunaqa bo'lishi kerak? Chunki mediananing xossasi bo'yicha bu yoqda yuza bilan bu yoqda yuza teng bo'lishi kerak edi. Menimcha bu savol har ikkala usulda menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolimiz bu yoqda qaysi? 10 ekan. 10-misol. Xo'p. Ahmed Temirda men bitta narsani isbotlab berdim. Ya'ni isbotlab berganman. Agarda kimgadir u Ahmed Temir hali o'tilmagan bo'lsa, hali borilmagan bo'lsa, ustozlar hech xavotir olmanglar. Inshaalloh nasib bo'lsa, Ahmed Temirda o'sha isbotlarni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Mana bu joy alfa bo'lsa, mana bu joy alfa bo'ladigan bo'lsa, mana bu joy beta bo'ladigan bo'lsa, mana bu joy beta bo'ladigan bo'lsa, diqqat qilinglar. Bu yoqda bir uchburchak hosil bo'lyapti, ABC uchburchagi. Bu yoqda bir BDC uchburchagi hosil bo'lyapti. Demak, alfa burchak 90 dan kichkina bo'lishga majbur. Chunki alfa burchagimiz 90 bo'lib qoladigan bo'lsa, bu yoyiq burchak bo'lib qolardi. Ya'ni 2 alfamiz yoyiq bo'lardi. Beta burchak ham 90 dan kichkina bo'lishga majbur. Endi alfamiz 90 dan kichkina, betamiz 90 dan kichkina. Endi diqqat qilinglar. Bizda alfamiz 90 dan kichkina, betamiz 90 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, ikkalasining yig'indisi alfa plus beta 180 dan kichkina bo'ladi. Okey. Bu joy tushunarli. Mana bu D burchakni topish uchun esa 90 minus mana bu yerni ixtiyoriy bir gamma deydigan bo'lsam, e'tibor qilinglar. Ixtiyoriy gamma deydigan bo'lsam, D burchagimiz 90 minus gamma taqsim 2 edi. Endi gammamiz ham 0 emas-ku. Demak, D burchagimiz ham 90 bo'la olmaydi va 90 dan katta bo'la olmaydi. Demak, D burchagimiz ham bu yerda nima bo'lar ekan? D burchagimiz ham 90 dan kichkina bo'lar ekan. 90 gradusdan kichkina. O'ylaymanki, tushuntira oldim. Men aytmoqchimanki, mana shuni isboti endi har doim shunday bo'ladi. Xossa sifatida yodda saqlab qolaman desanglar, shunday bo'ladi. Masalan, bu yer alfa bisektrisalar, beta bisektrisalar bo'lsa, A burchakni gamma desanglar, D burchagimiz 90 minus gamma taqsim 2 bo'ladi. Har doim.
isbotini qilaman desanglar, bu yerdan uchburchakning ichki burchaklar yig'indisidan qilsanglar ham bo'ladi va u isbot darsimizda ham bor. Endi diqqat qilinglar. D burchakni o'shandan bildikki 90 dan kichkina. Unda mana shu uchburchakda hamma burchaklari o'tkir burchakli ekan. O'tkir burchakli uchburchak ekan. Unda 9 ni kvadrati katta bo'lish, kichkina bo'lish kerak x kvadrat plus 6 dan. 6 ni kvadratidan. Ya'ni x kvadratimiz 81 minus 36 dan katta, 81 plus 36 dan kichkina bo'lish kerak. Unda 50 45 dan x kvadratimiz 110 117 gacha. X ning olishi mumkin bo'lgan nechta butun qiymati bor? X 7 ni ola oladi, 8 ni ola oladi, 9 ni ola oladi, 10 ni ola oladi. Jami 4 ta qiymati bor. Javobimiz D javob bo'lar ekan. Mana 10-savol D javob. Menimcha tushunarli bo'ldi. Keyingisi 11. Xo'p, 11 da aytayaptiki, demak, birinchisi. 11 da aytayaptiki, birinchisi. Ya'ni bu 11 yuqoridagi ishlagan tasdiqimiz bo'yicha bir xil tasdiq, ya'ni bundan oldingi testimizdagi nima demoqchiman? Yuqoridagi deylik o'sha berilganlardan qaysi uchburchakning elementlari bo'la oladi, ya'ni bir qiymatli elementlari bo'la oladi deyapti. Ya'ni bir qiymatli uchburchak chizib bo'ladi. Mana shu ma'lumotlar orqali deyapti. A burchagi 100 gradus ekan. A burchagi 100 gradus ekan va A tomon 7 ga teng ekan. Mana bu 7 ga teng ekan. B 8 ga teng ekan. B 8 ga teng ekan. Mana bu joy 8 bo'lsin. Endi diqqat qilinglar. Bunaqa uchburchak bormi? Yo'q. Boya ham demak aytdim bu narsani. Hech qachon mana bu yerdagi burchak 100 gradusdan katta bo'la olmaydi. Masalan, 101 bo'lish kerak. Chunki 8 katta tomonni qarshisida katta burchak yotishi kerak. Bu yerda zotan katta burchak 100, 7 ni qarshisida. Demak, bunaqa uchburchakning o'zi mavjud emas. Demak, bir mutlaqo bo'lmas ekan. Endi ikkinchisi A teng 12, HA teng 12, HC teng 12. Shunaqa uchburchak bormi? Albatta bor ustozlar. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, bunaqa uchburchak yo'q deb o'ylab qoladi. Aslida esa bor. Qanaqa bo'ladi? Hozir men tushuntiraman. Diqqat qilinglar. To'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchakda HA deganimiz, e'tibor qiling. Mana bu esa HB deganimiz. HA deganimiz 12 ga teng bo'lishi mumkin va u aynan o'sha tomon bo'lishi ham mumkin. Bu tomoni ham demak 12 ga teng. Va bunaqa uchburchak bor. Ko'ryapsizlar? A tomon va HA. HA aslida A tomonga tushgan bo'lishi kerak. A tomonga tushishi kerak bo'lsa, mana bu ekan. A tomon 12, HA teng 12. Xo'p, mana bu HA HC. Mana bu aslida HB emas ekan, HC ekan. HC teng 12. HC teng 12 bo'ladigan bo'lsa, HA teng 12 bo'ladigan bo'lsa, HA A tomonga tushgan bo'lishi kerak. A tomonga tushgan bo'lishi kerak. A tomonimiz mana bu. Mana, endi to'g'ri bo'ldi. Mana. Bunaqa uchburchak bor ekan, faqat o'sha A tomonimiz HC ni o'ziga teng bo'lib qolar ekan. HA esa A tomonga tushgan balandlik 12 bo'laveradi mana. Tushuntira oldim menimcha. Hipotenuzamiz 12 ildizda 2, bu yagona uchburchak bo'ladi. Bunaqa uchburchak bor ekan. Demak, bor bunaqasi. Keyingisi 3 6 8 tomonlar shunaqa bo'lgan uchburchak bormi? Albatta bor, chunki eng katta tomon mana bu 8 deganimiz 6 plus 3 dan 6 minus 3 gacha bo'lgan oraliqda, demak bunaqa uchburchak bor ekan. Javobimiz 2 bilan 3. 2 bilan 3 deganimiz esa E javobda turibdi. Keyingisi 12. ABC va DCB biror uchburchak AF bilan FC bir-biriga teng ekan, BY bilan YD bir-biriga teng ekan, DC 10 cm, AB 18 cm yuqoridagi berilgan ma'lumotlarga ko'ra EF x ning eng kichik qiymatini toping degan savol bo'lmoqda. Xo'p. Endi albatta 11-12-savol o'ylantiradigan savollar tushadi. Har bir 3 ta
nimasida bor, har bir testida. Xo'p, bundan nima qilsak? Bitta kesma o'tkazsak. 10 ga parallel qilib bitta kesma o'tkazsam, ustozlar. Diqqat qilinglar. 10 ga parallel qilib bitta kesma o'tkazdim. Mana shunday ko'rinishda o'tkazdim. O'tkazadigan bo'lsam, 10 ga parallel qilib kesma AF bilan e'tibor qilinglar. AF bilan FC bir-biriga teng deyapti-ku. Demak, bu o'rta chiziq bo'lib qoladi-da. AF bilan FC bir-biriga teng. Va BY bilan Y'da bir-biriga teng. BY bilan Y'da bir-biriga teng. Demak, bu yerda men bemalol nima deb ayta olaman? YF deganimiz men bunga parallel deb ayta olaman. Bu ikkalasi parallel bo'ladigan bo'lsa, diqqat qilinglar. Uni parallelligi shart ham emas, ustozlar. Men shuni bunday qilay. Men bunday qilay. Mana bu bilan bu ikkalasi bir-biriga teng-ku. Demak, teng bo'ladigan bo'lsa, men nima qilishim kerak? O'rta chiziq o'tkazishim kerak. Ya'ni DS shunga o'rta chiziq o'tkazyapman. Endi yana bitta narsa, mana shu nuqta, demak bu tomonni ham teng ikkiga bo'ladi. Ya'ni BS ni ham teng ikkiga bo'ladi. Birinchi qilgan ishim nima bo'ldi? Birinchi qilgan ishim BY bilan Y'da bir-biriga teng bo'lgani uchun men mana shu yerdan bitta K nuqta oldimda BK bilan K ni ham bir-biriga teng ekanligini demak ko'rsatdim. Endi KY ni o'tkazadigan bo'lsam, bizda AF bilan FC ham bir-biriga teng bo'lgani uchun KF ham nima bo'lib qoldi? O'rta chiziq bo'lib qoldi. Demak, mana bu 9 ga teng bo'ladi, mana bu 5 ga teng bo'ladi. X'imizning qiymati 9 ayrilgan 5 dan 9 qo'shilgan 5 gacha bo'ladi. Shunda 4 dan X'imiz 14 gacha bo'ladi. Xo'p, X ning eng kichik butun qiymati. Eng kichik butun qiymati, demak, mana bu yerda ikkita tengsizlik bo'lib qolibdi. 5 ga teng bo'ladi. Javob B. Xo'p, menimcha hammasi sizlarga tushunarli bo'ldi. Jami 12 ta misol, xo'p, 12 ta yechim. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha sog', salomat bo'ling.